Qancha deb o'tasiz aka? 45. Birden satsanızcha? Bering. 22'den. 22'den. 7'den beri xaridor. Qo'chqorning bahosin qancha deb o'tasiz aka? 30. Qancha atish? 4 tish. Shu Qo'chqorning bahosi 22 ming deydi. 22 ming deydi. Qancha tish ekan bu? Qancha atish? Qo'zlar qancha deb o'tasiz? Qozlar 6,5 mingdan. 6,5 mingdan. Qancha oylikcha, qancha? Ular 5 oylik. 5 oylik qo'zlar, erkak qo'zlar. Qancha deb o'tasiz bularni, qo'zli qo'ylarni? 200 so'm qanasi. Bahosini aytib qo'ying aka. 15 ming bayram. 15 ming. Dostum, qo'ylarni qancha deb o'tasizmi bulardan? 10 mingdan. 10 mingdan. Aka, mitsizlar qanchadan? 5 dan. Qo'chqor. Qo'chqor. Qo'chqor qancha oldi? 11 turadi. Qo'chqor qancha oldi? 11,5 ga. 11,5 ming. Qo'chqor qancha oldi ava? Qo'chqor 13 ming. Qo'ylar qancha atishdi aka? Qo'ylarning bolalari qancha deb o'tasiz aka? 11 dan. Qo'chqor qancha oldi aka? Qo'ylarchi? 15,5 eko. Qo'chqor qancha atishdi? 10,800. Qo'chqor qancha oldi? 13. 14. Qancha deb o'tasiz qo'chqorlarni? 18 dan. Qo'chqorlar qancha deb o'tasiz aka? 17. Eko tengmi?